Aziz muxlislar, kanalimizning detektiv asarlar ruknini qo'llab-quvvatlang. Sizning berajak ko'magingiz yangi detektiv asarlar zaxirasi tugamasligini va kunda yangi audio hikoya joylashimizni ta'minlaydi. Bank plastik karta raqami 9860 1604 4278 21 91. Artur Conan Doyle. Qizil hujjat. Sherlok Holmsning ilk sarguzashti. Jon Ferrier yo'lboshchi bilan suhbatlashdi. Jefferson Hope va do'stlari bu yerdan ketganiga 3 kun bo'lgandi. Tez orada ovchi yigitning qaytib kelishini va qizidan yaqinda ayrilishini o'ylagan sari Ferrierning yuragi zirqirardi. Ularning unashtiruviga Jonni rozi qilgan faqatgina bir holat bor edi. U ham bo'lsa ovchi yigit sabab qizining yuzida paydo bo'lgan quvonch va tabassum. Jon ancha yillar avval ko'nglida bir qasam ichgandi. U aslo qizini qandaydir bir marmon bilan oila qurishiga yo'l qo'ymaydi. Bunday oila uning nazarida hech qanday ahamiyatga ega emas. Aksincha, agar qizi marmonga xotin bo'lsa, bu Ferrier uchun uyat hisoblanadi. Marmonlar haqida qanday fikrda bo'lishidan qat'iy nazar, Jon Ferrier o'z qasamini buzmoqchi emas. Shu bilan birga u tiliga muhr urishi, bu borada hech kimga so'z ochmasligi kerak. Sababi avliyolarning tuprog'i deya ulug'lanuvchi bu joylarda biror fikrni qat'iy turib himoya qilish juda ham tahlikali ish hisoblanadi. Ha, juda tahlikali. Ish shu darajada jiddiyki, qabilaning eng jasur, qo'rqmas insonlari ham o'z fikrlarini pichirlab aytishga majbur bo'layotgandi. Aytilgan gap biroz vaqt o'tib boshqa ma'noda tushunilar va aytgan odamga albatta qattiq jazo tayinlanardi. Bir vaqtlar boshqalarning noto'g'ri tahlillariga qurbon bo'lganlar endi o'zlari boshqalarni xuddi shunday yo'l bilan qurbon qilardi. Ustiga ustak bu safar jazolar avvalgi vaqtdagidan ko'ra qattiqroq. Uni hech kimning ko'ziga ko'rinmasligi va turli tuman mish-mishlar insonlarni bu jazolardan yanada ko'proq qo'rqishiga sabab bo'lardi. Aytishlaricha, ularning har joyda ko'zlari va quloqlari bor. Ulardan hech narsani yashirib bo'lmaydi. Ular hamma ishga qodir. Shuningdek, ular ko'zga ko'rinmaydi. Birov ularni eshita olmaydi. Yaqinda cherkovga qarshi chiqqan bir odam izsiz yo'qoldi. Hech kim unga nima bo'lganini bilmaydi. U surgun qilindimi yoki boshiga boshqa balo-yu kulfat tushdimi, bu borada hech kimda ma'lumot yo'q. Xotini va bolalari uni har kuni uyda kutishadi. Lekin ota qaytib kelmaydi. Holidan xabar bermaydi. Tildan chiqqan oddiy bir so'z, o'ylanmay qilingan oddiy harakat zinhor kechirilmaydi. Bu hammaning tepasida turgan vahimali soyaga o'xshaydi. Shunday bo'lsa ham qabiladagi hech bir insonning u haqida kichik bo'lsa ham fikri yo'q edi. Erkaklar uydan chiqar ekanlar ba'zan qo'rquvdan titrardi. Kimsasiz o'rmonning bir chetida bo'lsa ham o'z fikrlarini ochiq aytishga jasoratlari yetmasdi. Bunga hayron qolishning ham hojati yo'q. Bu noaniq va qo'rqinchli jazolar avval boshda marmonlar dinini qabul qilib, so'ngra yo'ldan adashgan va bu dinni tark etgan insonlar uchun qo'llanilayotgandi. Lekin ko'p o'tmay bu o'lim chambaragining ichiga kiruvchi toifalar soni yanada ko'paydi. Voyaga yetgan qizlarning soni kundan kunga ozayib borardi. Tillarda turli xil g'alati hikoyalar tarqala boshladi. Bu hikoyalarda aytilishicha, qizil tanlilar mutlaqo uchramaydigan joylardagi aholining mol-mulki talon-taroj etilyapti. Hojilar o'ldirilyapti. Diniy zodagonlarning uyi esa har kuni yangidan yangi qizlar bilan to'layotgandi. Boshiga tushgan musibatlar sababli yuzlari so'lg'in tus olgan, ko'zlarida qo'rquv uchqunlari qotib qolgan qizlar bu. Tun qorong'usiga qadar bog'larda ishlaydigan odamlar atrofga zulmat cho'kkan paytda yonlaridan tezlik bilan o'tib ketuvchi qurolli, niqobli, hech bir so'z aytmaydigan qaroqchilar, jallodlar haqida hikoya qilardilar. Vaqt o'tgan sari bular oddiy hikoya yoki rivoyat emasligi, balki ayni haqiqatlar ekanligi o'z isbotini topib bordi. Ularning nomlari ham oshkor bo'ldi. G'arbning keng o'tloqlarida endi qasos farishtalari nomi eng qo'rqinchli, har qanday odamni seskantiradigan nom bo'lib qoldi. Bu sirli tashkilotlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish o'sha insonni qo'rqinchli oqibatlarga duchor etardi. Bu holat insonlarning xayolini qamrab olgan qo'rquvni yanada kuchayishiga sabab bo'layotgandi. Din niqobi ostida amalga oshirilayotgan qonli hodisalarda ishtirok etgan odamlarning ismlari qat'iy holatda sir tutilardi.
yo'lboshchi yoki uning vazifalari haqida eng yaqin do'stingizga biror nomaqbul so'z aytsangiz, tun yarmida o'sha do'stingizning o'zi qo'lida olov va qilich bilan yoningizga qaytib kelar hamda sizga munosib jazoni berardi. Shu sababdan insonlar hatto o'z qo'shnisidan ham qo'rqadigan, hech kimga ko'nglini ochmaydigan, o'ylaganini hech bir insonga aytmaydigan bo'ldi. Jon Ferrier kunlarning birida bug'doy dalasiga chiqish uchun tayyorgarlik ko'rarkan, tashqi hovlining eshigi ochilganini eshitdi. Derazadan tashqariga qaraganida esa o'rta yoshli, sariq sochli, to'ladan kirgan bir odamning bog'chadagi yo'lakdan uy tomon kelayotganini ko'rdi. Ferrierning yuragi shuv etdi. Chunki kelayotgan bu odam buyuk Brigham Young edi. Bu ziyorat albatta Jon Ferrier uchun yaxshilik alomati emasdi. Buni yaxshi bilgan Ferrier yugurgancha eshik tarafga yo'l oldi. U mormonlar boshlig'ini hurmat bilan kutib olishi kerak axir. Yo'ng uning salomiga sovuqqina alik oldi va qovoqlari uyulgan bir holda uy ichiga kirdi. Kursiga o'tirarkan, sarg'ish kipriklari ostidan dehqon Ferrierning ko'zlariga tik qaradi. So'ngra vazmin holda so'z boshladi. Birodarim Ferrier, haqiqiy iymon sohiblari senga do'st bo'ldilar. Sen cho'lning o'rtasida ochlikdan o'layotganding. Biz esa seni qutqardik. Sen bilan taomimizni bo'lishdik. Tanlangan vodiyga seni sog' salomat olib keldik. Senga unumdor tuproqlardan in'om etdik. Bizning qo'l ostimizda rivojlanishingga, badavlat bo'lishingga izn berdik. Shunday emasmi? dedi u. To'g'ri, javob berdi Ferrier. Bularning evaziga sendan faqatgina bir narsani istadik. U ham bo'lsa sening haqiqiy dinga iymon keltirishing. Uning buyurganlarini so'zsiz ado etishing edi. Sen ham bu borada bizga so'z berding. Agar sen haqingda aytilayotgan gaplar haqiqat bo'lsa, sen so'zingni ustidan chiqmayapsan, dedi. Qanaqasiga? Ferrier bu fikrga qo'shilmaganligining alomati sifatida qo'llarini yuqoriga ko'tardi. Yerlarni o'zlashtirish ishiga moddiy yordam ko'rsatmadimmi? Cherkovdagi ibodatlarda qatnashmadimmi? dedi. Xotinlaring qayerda? So'radi Yo'ng atrofga qarab. Ularni chaqir, tanishib qo'ysam zarar qilmaydi, dedi. Uylanmaganim to'g'ri, jamoamizda ayollar soni oz. Shuningdek, ularga berilayotgan takliflar menikidan yaxshiroq bo'lishi ham ayni haqiqat. Men yolg'iz emasman. Barcha ishimni to'kis ado etadigan qizim bor yonimda, dedi Ferrier. Men ham yoningga shu qiz haqida gaplashish uchun keldim, dedi mormonlarning boshlig'i. Uni Utahning guli deb atar ekanlar. Bilishimcha, bu yerlarda yashaydigan bir qancha e'tiborli insonlar uni ko'z ostiga olgan. Jon Ferrier ichida bu gapga g'ijinib qo'ydi. Bu haqida men ishonishni istamaydigan hikoyalar bor. Masalan, qizing dinimizdan tashqarida bo'lgan qandaydir bir yigit bilan unashtirilgan ekan. Albatta bunday mishmishlar qiladigan tuzukroq ishi bo'lmagan bekorchilar tarafidan to'qib chiqariladi. Avliyo Jozef Smitning kitobidagi 10-qoida nima? Haq din yo'lidagi har bir qiz tanlab olingan yigit bilan oila qurishi shart. Agar u bir kofir bilan oila qursa, bu dunyodagi eng og'ir gunohni qilibdi. Shunday ekan, sen kabi muqaddas dinimizga iymon keltirganini e'lon qilgan odam o'z qizining muqaddas qoidalarini buzishiga jim qarab turishi mutlaqo imkonsiz. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi. Jon Ferrier hech qanday javob qaytarmas, juda ham asabiy bir holatda qo'lidagi qamchisini o'ynab o'tirardi. Bu sening iymoning uchun bir imtihondir. To'rtlar kengashi bir qaror chiqardi. Qizing hali yosh. Uni yosh katta odam bilan oila qurishiga yo'l qo'ymaymiz. Shuningdek, tanlash imkoniyatini ham qizingni o'zida qoldiramiz. Biz buyuk birodarlarning bir qancha o'g'illarimiz bor. Ular ham albatta uylanishlari kerak. Stingersning bir o'g'li bor. Drebberning ham. Ularning har ikkisi ham qizingni o'z uylariga olishdan xursand bo'ladilar. Qizing shu ikkisidan birini tanlasin. Nomzodlari yosh, badavlat va to'g'ri din egalaridir. Sen bunga nima deysan? Ferrier bir muddat qovoqlarini uygancha sukut saqladi. So'ng shunday dedi. Bizga biroz vaqt ber. Qizim hali juda yosh, oila quradigan yoshda ham emas, dedi. O'z tanlovini aytishi uchun unga bir oy vaqt beramiz, dedi Yo'ng o'tirgan joyidan turarkan. Shundan so'ng bizga o'z javobini aytishi shart, dedi yana. Yo'ng eshik yoniga yetganda ortiga o'girildi. Uning ko'zlari qizargan, yuzlarida hali ham g'azab ifodasi bor edi. Zaif irodang bilan muqaddas to'rtlikka qarshi chiqqandan ko'ra, Serra Blancoda chirigan murdaga aylanganingiz siz uchun foydaliroq bo'lardi, dedi. U qo'lini tahdidli bir shaklda silkib qo'ydi va eshikni qattiq yopdi.
Ferrier tosh yo'lakdan ketib borayotgan oyoq izlarini eshitib turardi. Ferrier o'sha joyning o'zida tirsagini tizzalariga qo'ygan holda o'ylanib qoldi. U bo'lib o'tgan gaplarni qiziga qanday qilib aytishni ham bilmasdi. Shu payt mayingina qo'l otaning yelkalariga kelib qo'ndi. Boshini ko'tarib qizining yonida turganini ko'rdi. Uning so'lg'in, qo'rquv to'la yuziga qaragan Ferrier qizning anchadan buyon ularning suhbatini eshitib turganini tushunib yetdi. Otaning savol to'la qarashiga Lucy shunday javob berdi. Men o'zim istamagan holda suhbatni eshitdim. Uning ovozi butun uyni qoplab olgandi. Endi nima qilamiz? Dedi. Ota qizining yelkasidan ushlab o'ziga qaratdi va qo'llari bilan qizning peshonasidagi sochlarini siladi. Qo'rqishga hojat yo'q. Qanday qilib bo'lsa ham bu ishni hal qilamiz. Jeffersonga bo'lgan munosabating o'zgarmadimi? Qiz javob o'rniga otasining qo'lini mahkam ushladi va hayqirgancha dedi. Yo'q, albatta yo'q. Bu narsani o'ylamadim ham. Bunday ish bo'lishini kutmagandim aslida. U juda ham yaxshi yigit. Qilgan duolari va va'z nasihatlariga qaramay, bu yerdagi insonlardan ko'ra dindorroq yigit u. Ertalab Nevadaga yo'l oladigan bir karvon bor. Unga xabar yuborib, sodir bo'lgan hodisalarni yetkazaman, dedi qiz. Agar bu ovchi yigitni biroz bo'lsa ham to'g'ri taniy olgan bo'lsam, telegrafni olishi bilan tezlik bilan bu yerga yetib keladi, dedi Ferrier. Lucy otasining o'xshatish uslubiga kulib qo'ydi. Kelgan paytda bizga qilishimiz kerak bo'lgan eng to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Bunga ishonchim komil. Ammo men siz uchun qo'rqyapman, dedi. Yo'lboshchilarga qarshi chiqqanlarning taqdiri haqidagi qo'rqinchli hikoyalarni siz ham bilasiz. Ularning boshiga doimo falokat yog'ilgan, dedi qiz. Lekin biz hanuz ularga qarshi chiqmadik, deya javob berdi Jon. Qarshi chiqqanimizda esa sodir bo'ladigan to'fonga qarshi tayyor turishimiz kerak. Biz uchun bir oy vaqt berilgan. Bu vaqt tugagandan so'ng o'ylaymanki, utoqni tark etgan bo'lamiz. Utoqdan ketamizmi? So'radi qiz. Ha, shunday. Uyimiz nima bo'ladi? Pulga aylantirish mumkin bo'lgan hamma narsani sotamiz. Boshqa narsalar esa shu yerda qoladi. To'g'risini aytsam, bu ishni birinchi marta o'ylayotganim yo'q. Bu xalq qilayotgandek bir odamning qarshisida egilish niyatim yo'q. Bu menga to'g'ri kelmaydi. Endi bir ishni o'rgana olmaydigan darajada keksaydim shekilli. Agar bu yerga jazo berish uchun kelsalar, qurolimdagi o'qlarni ko'rib ortiga qaramay qochadilar, dedi Ferrier. Lekin endi ular bizni tinch qo'ymaydi, deya e'tiroz bildirdi qiz. Jefferson kelgunga qadar kutaylik. Shundan so'ng bu ishni hal qilamiz. Ungacha sen qo'rqma yagonam. Zinhor ko'z yoshlaringni to'kma. Yo'qsa sening holingni ko'rib, ovchi yigit bor alamini mendan oladi. Hozircha qo'rqadigan biror vaziyat yo'q, biror tahlika ham yo'q. Jon Ferrier shu so'zlarni o'ziga ishongan holda aytdi. Lekin qiz o'sha kecha otasi eshiklarni berkitayotganda yanada e'tiborliroq bo'lganini, yotoqxonasining devorida osilib turadigan zanglashni boshlagan eski qurolni tozalab, o'q bilan to'ldirib qo'yganini ko'rdi. Ortga qaytmay qochish. Jon Ferrier mormonlar yo'lboshchisi bilan uchrashganning ertasi kuni Salt Lake Cityga bordi va Nevada tog'lariga yo'l olgan bir tanishini topib, Jefferson Howe'ga yetkazilishi kerak bo'lgan xabarni yo'lladi. Xabarda ularga qo'rqinchli bir xavf yaqinlashayotgani, ovchi yigit tezlik bilan bu yerga kelishi kerakligi aytilgandi. Bu xabarni yuborgandan so'ng Jonning ko'ngli biroz xotirjam bo'ldi va xayolini band qilib turgan yomon o'ylar biroz tarqagandek bo'ldi. O'z uyiga yaqinlashganda bog'cha eshigining ikki qanotiga bog'langan ikki otga ko'zi tushdi. Albatta bundan hayratga tushgandi. Uy ichiga kirgan paytda esa ikki yosh yigitning bu xonada o'tirganini ko'rib, nima qilishni bilmay qoldi. Ozg'in jussali va so'lg'in yuzli bir yigit tebranma kursida o'tirar, oyoqlarini ovqatlanish stolining ustiga chiqarib olgandi. Keng peshonali, baqaloq tanasi o'ziga yarashmagan. Qo'llarini cho'ntagiga solgancha deraza oldida turgan ikkinchi yigit esa qandaydir bir musiqaga taqlid qilib hushtak chalardi. Ferrier ichkariga kirganda ikkisi birdaniga boshini biroz egib salom berdilar. Oyog'ini stol ustiga chiqarib olgan yigit gap boshladi. Bizni tanimayotgan bo'lsangiz kerak. Bu ko'rib turganingiz buyuk birodar Drebberning o'g'li. Men esa Joseph Stengersonman. Cho'lda Tangri qo'l uzatib, sizlarni to'g'ri insonlar orasiga qo'shganida biz ham o'sha joyda edik, dedi. Xuddi boshqa barcha xalqni bizga qo'shgani kabi, dedi deraza oldida turgan baqaloq yigit. Uning hikmati ulug', shu bilan birga quvvatli ham, dedi yana.
Jon Ferrier sovuq bir ohangda ularga salom berdi. Ziyoratchilar kim ekanligini taxmin qilgandi albatta. Bu yerga, deya so'zda davom etdi Stengerson. Otalarimizning nasihatiga amal qilgan holda sizga va qizingizga qaysi birimiz ma'qul ekanligimizni bilish uchun keldik. Albatta sizlarning tanlovingizdan so'ng ikkimizning birimiz qizingiz bilan nikohlanamiz. Birodar Dreyberning 7 nafar xotini bor. Menda esa 4 ta. Shunday ekan mening taklifim yaxshiroq ko'rinsa kerak, dedi. Yo'q, birodar Stengerson, deya gapga aralashdi baqaloq. Masala bizning nechta xotinimiz borligida emas, bu xotinlarni qanday boqa olishimizda. Dadam tegirmonlarni ham menga berdi. Shu sababdan ham men sizdan ko'ra badavlatman. Lekin mening kelajagim siznikidan porloq, dedi harorat bilan Stengerson. Tangri dadamni o'z yoniga chorlagan paytda uning yemakxonasi va teri fabrikasi menga qoladi. Ustiga ustak men yosh jihatdan sizdan kattaroqman. Cherkovga ham mening ismim sizning ismingizdan avvalroq yozilgan, dedi. Tanlovni qiz amalga oshiradi, deya e'tiroz bildirdi yosh Dreyber derazadagi o'z aksiga kulib qararkan. Shu boisdan ham uning qarorini kutishga majburmiz. Mana shu suhbat davomida Jon Ferrier olovlar purkayotgan ajdar misoli ostonada turib qoldi. Qamchisining zarbini bu ikki yigitning sirtida sinab ko'rishdan o'zini ba'zur to'xtatib turardi. Menga qarang, dedi nihoyat Ferrier ular tomon qadam tashlarkan. Qizim sizlarni chaqirgan paytda bu yerga kelishingiz mumkin. Lekin o'sha paytgacha hech biringizning suratingizni ko'rishni istamayman, dedi. Ikki yosh mormon yigit hayrat ichida bir-biriga qarab qoldi. Ularning nazdida bu ikki yigit orasidagi raqobat qiz va uning otasi uchun eng yuksak sharaf bo'lishi kerak. Bu xonadan 2 chiqish yo'li bor, deya so'zda davom etdi Ferrier. Biri deraza orqali, ikkinchisi eshikdan. Siz qaysi biridan foydalanishni istaysiz? Uning quyoshdan qoraygan yuzlarida dahshat bor edi. Bahaybat qo'llari esa insonni qo'rqitardi. Bularni ko'rgach yigitlar tezlik bilan uydan chiqdilar. Keksa dehqon ularni eshik oldiga qadar kuzatib chiqdi. Qaysi birini tanlaganingiz haqida menga xabar yuborarsiz, dedi Jon masxaraomuz bir ohangda. Buning jazosini albatta tez orada tatib ko'rasan, dedi Stengerson qahr bilan. Yo'lboshchini va to'rtlar guruhini o'zingga dushman deb belgilading. Hayotingning so'nggi kuniga qadar ushbu kunni afsus bilan yodga olasan. Unday bo'lsa, jazoni kutib o'tirishga hojat yo'q, dedi Ferrier talvasaga tushib. Agar Lucy uning qo'llaridan ushlab qolmaganida, yuqori qavatga chiqib qurolni olib tushgan bo'lardi. Ferrier qizning qo'llaridan qutulib qurolni shay qilgunga qadar otliqlar bu manzildan ancha uzoqlashib ketib qolgandi. "Shoqollar!" deya baqirdi Jon ularning ortidan. U peshonasidagi terlarni jahl bilan artib tashladi. "Qizimni sizlarning xotiningiz sifatida ko'rgandan ko'ra, uning murdasini o'pganim men uchun yaxshiroq", dedi yana. "Men uchun ham shunday", dedi qiz hayajon bilan. "Jefferson yaqinda shu yerda bo'ladi. Ha, kechikmay kelsa yaxshi bo'lardi. Qanchalik tez yetib kelsa shuncha yaxshi. Zero bularni endi nima qilishni ham bilib bo'lmaydi." Haqiqatan ham bu keksa dehqonga maslahat beradigan, yordamini ayamaydigan bir odam kerak edi. Marmonlarning bu yerga joylashgan paytidan boshlab birinchi marotaba shunday past tabaqadan bo'lgan bir odam buyuk birodarlarning qudratiga qarshi chiqyapti. Agar kichik xatolar ham ayovsiz tarzda jazolanayotgan bo'lsa, bunday ulkan isyonkorning taqdiri nima bo'ladi? Ferrier na mavqe, na boylikning hech qanday foydasi yo'qligini bilardi. Bundan avval ham o'zi kabi mashhur va badavlat insonlar jazoga tortilgan hamda mol-mulki cherkov foydasiga musodara qilingandi. Ferrier qo'rqmas bir odam, ammo boshi ustida turgan noma'lum qorong'u tahlikadan qo'rqardi albatta. Agar u o'zi bilgan bir tahlika bo'lsa, o'ylab ham o'tirmay qarshi chiqqan bo'lardi. Lekin bu noma'lumlik uning ruhiyatini ostin-ustun qilayotgandi. Qo'rquvini qizidan sir saqlagan holda bu masalaga shunchaki qarayotgandek harakat qilyapti. Qiz esa unga ko'ngil ko'zi bilan qaraydi va otasi xavotirda ekanini osonlik bilan bilib olardi. Bu harakatlari sababli Youngdan qandaydir xabar yoki ayblov kelishini kutayotgandi. Taxminda adashmadi, lekin u kutgan xabar o'zi kutmagan bir shaklda keldi. Ertasi kuni tongda uyg'ongan paytda choyshabining tepasida ko'ksining shundoq ustida tushib ketmasligi uchun bir chetida igna qistirib qo'yilgan maktubni topdi. Bu qog'ozga qalin harflar bilan "To'g'ri yo'lga qaytishing uchun 29 kuning qoldi" deya yozilgandi. Xabarning bunday holatda kelishi uning ichida yozilgan tahdidli so'zlardan ham qo'rqinchliroq edi. Bu qog'oz uning xonasiga olib kirilgani Ferrierni shoshirib qo'ydi.
Uy xizmatchilari hovlidagi kichik kulbashada qolishardi. Uyning eshigi va derazalari mahkam berkitilgandi. Jon qog'ozni g'ijimlab bir chetga otdi. Lekin qiziga bu haqda hech narsa aytmadi. Chunki hodisa Ferriyerni ham juda qo'rqitib yuborgandi. 29 kun Yon unga bergan muhlatga ishora qilayotgani aniq edi. Bunday katta kuchga ega bo'lgan dushmanga qarshi qaysi jasorat, qaysi quvvati bilan qarshi chiqa olardi? Ular modomiki maktubni ko'ksining ustiga qo'ya olishgan ekan, demak Ferriyer jallodining yuzini ko'rmasdan turib qalbiga xanjar sanchilishi ham mumkin. Ertasi kuni tongda qo'rquvi yana bir karra ortdi. Nonushta qilish uchun o'tirgandilar. Lucy birdan qichqirib yubordi va tepaga ishora qildi. Shiftning o'rtasida ko'mir bilan 28 raqami yozilgandi. Qiz bu yozuvning ma'nosi nima ekanini bilmaydi. Ferriyer ham aytib o'tirmadi. O'sha kecha qurolini shay holatga keltirib tuni bilan uxlamadi. Hech narsa ko'rinmadi ham, hech narsa eshitmadi ham. Lekin ertasi kuni ertalab eshikda 27 sonining yozilganini ko'rdi. Kunlar ketidan kunlar o'tdi. O'zlariga berilgan bir oylik muhlatdan qancha qolgani har doim Ferriyerlarga eslatib turilardi. O'limni yodga soluvchi bunday raqamlar ba'zan devorga, ba'zan yerga, ba'zan bog'cha eshigiga yozib ketilardi. Ba'zida esa qog'ozga yozilib qayergadir qo'yib ketishardi. Barcha harakatlarga qaramay, Jon Ferriyer bu yozuvlar qachon va kim tomonidan yozilishini topa olmadi. Nihoyat charchadi, holdan toydi. Ko'zlarida xuddi kimdir g'azab bilan termilib turgandek bo'lardi. Endi uning yagona umidi qoldi. Yosh ovchining Nevadadan yordamga kelishi. 20-15 ga, 15-10 ga aylandi. Ammo yigitdan hech qanday xabar kelmadi. Raqamlar kun o'tgan sayi pasayishda davom etdi. Ovchi yigit esa kelmadi. Agar eshik oldidan biror otliq o'tsa yoki biror arava to'xtasa, qariya dehqon ovchi yigit yordamga keldi deb o'ylar va eshik tomon yugurardi. 5-4 ga, 4-3 ga aylandi. Ferriyerning jasorati nihoyasiga yetdi. Bu yerdan qochish haqidagi umidi so'ndi. O'zi yolg'iz ekani, atrofni o'rab turgan tog'lar haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligi sababli qo'l oyog'i bog'langanini bilardi. Odamlar yuradigan barcha tog' yo'llari dushmanlari tarafidan kuzatilar va qo'riqlanardi. Hech kim to'rtlar tashkilotining ruxsatini olmay turib, u yo'llardan o'ta olmasdi. Ferriyer qaysi tarafga qaramasin, o'zini kutib turgan fojiani ko'rayotgandi. Shunga qaramay, bu qariya qizi uchun uyat hisoblangan holatni qabul qilgandan ko'ra o'lishni ma'qul ko'rardi. Jon bir kuni oqshom payti o'zi yolg'iz o'tirgandi va boshiga tushgan bu balolarni tahlil qilishga urinardi. Aslida u chorasizlik ichiga tushib qolgandi hamda shu chorasizlikdan chiqish yo'lini qidirish bilan band. Bugun tongda uyning devoriga 2 raqamini yozib ketishibdi. Unga berilgan muhlat bir kundan keyin tugaydi. Keyin nima bo'ladi? Qo'rqinchli va mavhum taxminlar har tarafdan uni qurshab olgandi. Qizining holi nima kechadi? U o'lgandan so'ng qiziga nima qilishadi? Atrofini o'rab turgan bu o'rgimchak to'ridan qutulishning imkoni yo'qmi? Boshini stol ustiga qo'ydi va qo'lidan hech qanday ish kelmayotgani uchun achchiq ko'zi yosh to'kdi. Bu nima bo'ldi? Sukunat ichida qandaydir bir shitirlashni eshitdi. Nimaning ovozi ekanini bilib bo'lmaydi. Lekin shu past ovoz tun sukunatini buzib turardi. Ferriyer eshikka yaqinlashdi. Quloqini eshik ustiga qo'yib biroz atrofga quloq tutdi. O'rtaga yana bir necha soniyalik sukunat cho'kdi. Ortidan o'sha ovoz takror eshitildi. Kimdir yengilgina eshikni tiqirlatib qo'yardi. Kim bo'lishi mumkin? Qarshisida turgan sirli dushmanlarning buyruqlarini bajarish uchun kelgan bosqinchi bo'lmasin tag'in? Yo'qsa berilgan muhlatning so'nggi kuni bo'lganini yozishga urinayotgan xufiyamikan? Ferriyer bu yerda qo'rquv ichida kutgandan ko'ra o'limga tik qarash yaxshiroq bo'lishini o'yladi. Tezkorlik bilan eshikni oxiriga qadar ochib yubordi. Hovli sokin. Hech qanday ovoz yo'q. Ajoyib bir kecha. Osmonda porloq yulduzlar miltirab turibdi. Budalar bilan ihotalangan oldi bog'chada hech kim yo'q. Ferriyer chuqur nafas oldi va o'ngu so'l tarafiga ko'z yugurtirdi. Shunda oyoq tagida yotgan bir sharpaga ko'zi tushdi. Bu qo'llari va oyoqlarini ikki tarafga ochgancha yuztuban yotgan odam edi. Bu manzara Ferriyerni shu qadar hayajonga soldiki, sirtini devorga qadagan kuyi bo'g'ziga tiqilgan qichqiriqni bosish uchun qo'llari bilan beixtiyor og'zini berkitdi. Dehqon yuztuban yotgan bu odamni kimningdir murdasi yoki yarador odam bo'lsa kerak deb o'yladi.
lekin u odam xuddi ilon kabi sekin va sukut ichida sudralishda davom etardi. Bu sharpa uyning ichiga kirishi bilanoq o'rnidan turdi va darhol eshikni berkitdi. Jon Ferriyerga Jefferson Hope'ning qat'iyatli va dahshat sochib turgan ko'zlari boqib turardi. "Yo tangrim", deb yubordi Ferriyer. "Meni qo'rqitib yubording. Shu uslubda kelishing shartmidi?" Lekin savoliga javob ola olmadi. Jefferson bo'g'iq bir ovozda: "Yeydigan biror narsa bormi? 48 soatdan buyon tuz totmadim", dedi. Yosh yigit stolning ustida turgan ovqat va nonni ko'rdi. Bu Ferriyerning kechki taomi edi. Ammo dehqonning ovqat yeydigan holi bo'lmagani uchun stolga qanday qo'yilgan bo'lsa xuddi shunday turgandi. Ovqat sovib qolgan bo'lsa ham yigit uni shoshilgancha yeya boshladi. Qorni to'ydirilgandan keyin "Lucy yaxshimi?" deb so'radi. "Ha, yaxshi, chunki tahlikadan hali xabari yo'q", dedi Ferriyer. "Bu yaxshi bo'libdi. Uy har tarafdan kuzatilyapti. Shu sababdan sudralgancha kelishga majbur bo'ldim. Ular aqlli bo'lishlari mumkin, lekin tulki ovchisini qo'lga tushiradigan darajada iste'dodli emaslar", dedi Jefferson. Ferriyer endi o'zini boshqacha his qila boshladi. Chunki yonida ittifoqdoshi, ular uchun har narsaga tayyor bo'lgan sherigi bor. Ovchi yigitning qayish kabi baquvvat qo'llarini mahkam qisib qo'ygan dehqon shunday dedi: "Sen g'ururlanishga arziydigan odamsan. Boshimiz ustidagi balolar va tahlikalarga qaramay, bizga yordam qo'lini cho'zadigan juda oz inson bor. To'g'ri aytasiz, sizga hurmatim cheksiz, ammo bu ishda yolg'iz bo'lganingizda boshimni bu ar iniga suqishdan avval 2 marta o'ylab ko'rgan bo'lardim. Meni bu yerga olib kelgan sabab esa Lucyning borligi. Zero unga biror zarar yetsa, o'toqdagi Hope oilasidan bir a'zo kamayadi", dedi yigit. "Endi nima qilamiz?" so'radi Ferriyer. "Ertaga sizlarga berilgan muhlat tugaydi. Bugun harakat qilmasak, biz bu o'yinda yutqazamiz. Burgut tepaligining ortida meni bir xachir va 2 ot kutib turibdi. Yoningizda qancha pul bor?" $2000 oltin, $5000 qog'oz pul", dedi Ferriyer. "Bular yetarli. Menda ham yaxshigina pul bor. Tog'lar orqali Carson Cityga o'tishga urinib ko'rishimiz kerak. Lucyni uyg'otsangiz yaxshi bo'lardi. Xizmatchilaringiz uy ichida uxlamayotgani ayni muddao bo'ldi." Ferriyer yo'lga chiqish oldidan qizini uyg'otish uchun xonadan chiqqandan so'ng Jefferson Hope o'zi topgan barcha yegulikni bir xalta ichiga joylay boshladi. Ko'ziga suv to'ldirdi. Chunki tog'larda suv quduqlari juda oz ekanini va ularning ortlaridagi masofa ancha uzoqligini tajribasi orqali yaxshi bilardi. Dehqon va qizi kiyinib yo'lga tayyor holda pastga tushganlarida yegulik xaltalarini tayyorlash ishi ham tugagandi. Oshiqlarning bir-biri bilan uchrashishi biroz ta'sirli va qisqa bo'ldi. Zero vaqt oz. Qilinishi kerak bo'lgan ishlar esa ko'p. Shu sababdan hozir hatto soniyalarning ham qadriga yetish kerak. Vaqt yo'qotmasdan yo'lga chiqishimiz kerak, dedi Jefferson. U qarshisidagi tahlika qanchalar buyuk ekanini bilar, mana shu tahlika qarshisida yuksak iroda ko'rsatishga urinardi. Uning hatto pichirlab gapirishida ham qat'iyati sezilib turgandi. Oldi va orqa eshiklar kuzatilyapti. Agar ehtiyotkorlik bilan harakat qilsak, yon tarafdagi deraza orqali dala ichiga kirib olishimiz mumkin. Yo'lga chiqib olgandan so'ng esa bizni otlar turgan joydan faqatgina 2 mil masofa ajratib turadi. Ertalab quyosh ko'tarilganda tog' yo'lining yarmiga yetib borgan bo'lamiz, dedi yigit. Bizni to'xtatib qolishsa nima qilamiz? So'radi Ferriyer. Hope kiyimining ostidan ko'rinib turgan miltig'iga shapatilab qo'ydi. U yuzidagi vahshiyona bir kulimsirash bilan shunday dedi: Bizni kutayotganlar ko'pchilik bo'lsa, 2tasini yoki 3tasini o'zimiz bilan olib ketamiz. Uy ichidagi barcha chiroqlar o'chirildi. Ferriyer qorong'ulik ichida derazadan bir paytlar o'ziniki bo'lgan, ammo shu on ayrilish yoqasida bo'lgan dalalarga qarab turardi. Ulardan voz kechish dahshatli, lekin qizining baxti va nomusi yo'qotilayotgan boylikdan ko'ra qimmatliroq edi. Dalalar sokin ko'rinardi. Shamolda silkinayotgan daraxt shoxlarini, daladagi boshoqlarni ko'rgan odam ularning orasida insonni o'ldirishga shay bo'lgan yomon ruhlar kezib yurganiga ishona olmasdi. Lekin yosh ovchining yuzidagi ifoda uyga yaqinlashayotgan paytda atrofdagi ko'plab tahlikalarga guvoh bo'lganini shundoq ko'rsatib turardi. Ferriyer pul va oltin solingan xaltani, Jefferson esa oziq-ovqat va suvni ko'tardi. Lucyning qo'lida ham bir qancha qimmatbaho ashyolar solingan kichik xaltacha bor. Derazani asta ochdilar hamda bulut butun tunni qorong'ilikka burkagan bir paytda asta-sekin kichik bog'chaga chiqdilar. Nafaslarini tutib, bog'chadagi butalar ortiga o'tib oldilar. Makka jo'xori dalalarga yetib borguncha butalar ortidan chiqmadilar.
Shu joyga kelganlarida yosh yigit ikki hamrohining og'izlarini qo'li bilan berkitgancha bir chetga tortdi. Ota va qiz tinimsiz titrayotgandi. Ovchilik Jefferson Houpga favqulodda bir narsalarni eshita olish qobiliyatini bergandi. Ular bir necha masofa narida tog' boyqushining ovozini eshitdilar. Har 3 yo'lovchi sekingina yerga o'tirdi. Boyqushning ovoziga ancha naridagi boshqa bir boyqush javob qaytardi. Mana shu paytda notanish, qorong'u bir soya yo'lovchilar o'tishga shaylangan maydonga chiqib, yana bir marta boyqush bo'lib ovoz berdi. Qorong'ulik tarafdan ikkinchi odam ham yana shunday ovoz bergancha chiqib keldi. Yarim tunda, dedi martabasi balandroq ekanligi bilinib turgan birinchi odam. Cho'ponni aldovchi 3 bor sayraganda. Tushunarli, dedi javob berdi ikkinchisi. Birodar Dreyberga ham xabar yetkazaymi? Unga va boshqalarga ham yetkaz. 9:07 ga, 7:05 ga. Har ikkisi ikki tarafga ketishdi. So'nggi so'zlar aniq parol edi. Oyoq ovozlari eshitilmay qolgunga qadar yo'lovchilar jim o'tirdilar. Shundan so'ng Jefferson Haup o'rnidan turdi. Hamrohlariga yordam berdi. Ular butalar orasidan dalaga o'tib oldi. Qiz holdan toygan paytda Jefferson unga yordam berar, qo'llaridan tutib olardi. Tezroq harakat qilish kerak, derdi Jefferson to'xtamay. Navbatchilar turgan joydan o'tdik. Hamma narsa bizning tezligimizga bog'liq. Tezroq. Ular yo'lga tushib, tezkorlik bilan oldinga intilib borardilar. Faqatgina bir marta qarshilaridan bir inson chiqdi. Yo'lovchilar esa yon tarafdagi daralarning ichiga kirib olishga, yo'lda uchragan insonning ko'ziga ko'rinmaslikka muvaffaq bo'ldilar. Shaharga yaqinlashgan paytlarida ovchi yigit tog'larga olib boradigan tor va toshloq so'qmoqqa ishora qildi. Qorong'ulik ichida shu so'qmoqdan ketib borar ekanlar, qoya toshlar tepalarida xuddi osilib turgandek ko'rinardi. So'qmoq oxirida ularni otlar kutib turibdi. Jefferson tog' yo'llari, qoya toshlar orasidan yo'l topib borardi. Atrofi tog'lar bilan o'ralgan quduq yoniga kelganda to'xtadilar. Sodiq jonivorlar mana shu joyga bog'langandi. Qiz hachirga mindirildi. Keksa Ferrier pul to'la qoplar bilan birga otlardan biriga mingashdi. Jefferson ularni tahlikali va tik so'qmoq orqali boshlab ketdi. Tabiatning bunday noodatiy ko'rinishlariga odatlanmagan insonlarni bu so'qmoq qo'rqitardi. Bir tarafida yuzlab metr balandlikda joylashgan qop-qora, xuddi qovoqlarini uygancha insonlarga tahdid solayotgandek turgan, yuzlarida g'azab ifodasi ko'ringan jonivorning ulkan suyaklarini eslatadigan qoya toshlar bor. Boshqa tarafda esa yo'l bosishni yanada qiyinlashtiradigan mayda toshlar yig'indisi. Bu ikkisining orasi ba'zan bir odam sig'adigan darajada torayib ketardi. Shunda faqat mohir chavandozlargina o'ta oladigan joylardan Jefferson hamrohlarini olib o'tardi. Barcha qiyinchiliklarga qaramay, qochoqlarning ko'ngli xotirjam edi. Chunki tashlayotgan har bir qadamlari ularni qo'rqinchli tahlikadan uzoqlashtiryapti. Biroz vaqt o'tgandan so'ng hamon buyuklarning yerlarida yurganlariga ishora qiluvchi belgiga duch keldilar. So'qmoqning kimsasiz bir joyga kelganlarida yosh qiz qichqirib yubordi va qo'li bilan tepaga ishora qildi. So'qmoq yonidagi ulkan qoyaning tepasida qandaydir bir soya turgandi. Soya ham pastdagi odamlarni ko'rdi hamda kimsasiz bu so'qmoq ichida harbiylarga xos bo'lgan ovozda qichqirdi. "Kim bor u yerda?" dedi. "Nevada yo'lovchilari", dedi Jefferson. U har ehtimolga qarshi egar qoshida turgan qurolga qo'lini olib bordi. Tepadagi yolg'iz qo'riqchining ham qo'lida qurol borligi ko'rinib turardi. Qo'riqchi pastga berilgan javobdan qoniqmagandek qarab turibdi. "Kimning ruxsati bilan?" so'radi u. "Muqaddas to'rtlikning", deya javob berdi Ferrier. Mormonlar orasida orttirgan tajribalari unga bu nom katta ta'sir kuchiga egaligini o'rgatgandi. 9:07 ga, deya baqirdi qo'riqchi. 7:05 ga, Jefferson darhol javob qaytardi. Bu parolni yo'ldagi qo'riqchilardan eshitgandi. Yaxshiyamki Jefferson esda saqlab qolgandi. "O'taveringlar, Tangri sizga yor bo'lsin", dedi qo'riqchi. Navbatchi turgan yerdan boshlab so'qmoq otlar xotirjam yura oladigan darajada kengayib borardi. Yo'lovchilar ortlariga qaragan paytda qo'riqchi quroliga suyangan holda turganini ko'rdilar. Ular tanlangan insonlarning eng oxirgi qo'riqchisining yonidan o'tganlarini, oldinda ularni ozodlik kutib turganini bilishardi.